Salom bolalar, sizlar bilan Ixtiyorov Junior kanali bo'lyapti bolalar. Hozir videoga oluvdik, afsuski narsalar o'chib qopti, video kamera yoniq bo'lmaydigan. Nechta draftlar ochuvdik, keyin yangi narsalar kelib tushlardi ochuvdik bolalar, afsuski bizga ko'rinmadi bolalar. Aytmoqchi bo'lgan narsam bolalar, Santiago Bernabeuda oldinglarmisizlar? Yozib ketinglar kommentga bolalar. Kim oldi, kim olmadi bolalar yozib ketinglar. Agar ololmaganlar bo'lsa, Champions League Real Madriddan shu matchlarni o'ynab, adashmasam bolalar 5 ta matchni o'ynab, olsanglar bo'ladi bemalol bolalar. Keyin bolalar PSG yo'nalishidan bolalar mana bu narsalar menda hammasi почти ochildi. Menda 2 kunlik narsa qoldi. Hozircha Usmon Dembele, Almaz va trenni o'tkazadigan, yana Almaz, yana draft, rankap, shunaqa narsalar bolalar. Xo'p, keyin bolalar mana bu narsa bolalar. Xo'p, qaranglar mana. Bu narsa bolalar, bu o'ta ham kerakli narsa. Nimaga desanglar bolalar? Chunki buni 10 mingta qilganinglardan keyin xo'p mana bu main kirasida, main yo'nalishiga kirganinglarda mana bu hamma haftaning o'yinchilari kelgan. Keyingi haftada Liverpool bilan Manchester City keladi. Shu ikkalasi kelgandan keyin bolalar mana bu yerda bolalar 123 darajali o'yinchilarni bizga taqdim etadi. Bularni biz 10 mingta yoki 5 mingta manaqa jetonga to'plab olsak bo'ladi bolalar. Mana bunday jetonga to'plab olsak bo'ladi. Menda hozir почти 10 mingtacha bor. Sizlar ham bemalol to'plab olsanglar bo'ladi. Так что bular narsalarni ishlatib olmanglar. Men boshida 2000 dan mana bu narsaga ishlatib oldim. Mana bu narsaga adashib ketdim. Bundan ochishinglarni maslahat bermayman. Foydali narsaga sarflasanglar o'zingizlarga plus bo'ladi. Endi extra time kiramiz. Afsuski bolalar, shuncha draftlarni ochib oldik. Chunki bizga anaqamiz o'chib qoldi bolalar. Zapsimiz yonmaydigan. Xo'p, Real Madrid savollarini boshlaymiz. Pepe bu. Xo'p, aytyapti 12 rambar deyapti Marcelo bolalar bu. Adashmanglar. Ronaldo 2017-yil Juventusga o'tib ketgan. Xo'p, 2015-yil UEFA final Atletico Madrid bilan bo'lgan. Xo'p, Man of the Match 2015-yil menimcha adashmasam Sergio Ramos bo'lgan va 5 tadan 5 ta bizga 750 ta jeton taqdim etildi va ko'plab narsalar. Endi PSJni uncha bilmayman, lekin bolalar menimcha adashmasam Ashraf Hakimi desam, men deshagan. Xo'p, true menimcha da. Desere Due 19 emas, 14. Men adashib ketdim. Xo'p, 2025 Asmanaku. Xo'p, gol Sancho Neves Vitinha ekan bolalar, Vitinha. Buni ikkitasiga to'g'ri topdik. Har holda topmagandan ko'ra yaxshi. Xo'p, endi mana buni ham bajarib qo'yamiz. Buni vashya bilmayman. Menimcha 2004 desam 1996 bu ekan. Bu va bu bolalar. 4 ta topdik. Xo'p, 1200 ta berdi. Endi bularni biz olamiz. Yangi redeem kodlar kelgan bolalar. Kommentariyaga yozib qo'yinglar redeem kodlarni. Bemalol terib o'ynatsanglar bo'ladi bolalar. Endi buni kirganimizda bizda 1800 ta bor ekan. Xo'p, normalniy narsalar kelmabdi uncha. Normalniy emas. Shuning uchun maslahat berilmagani. Xo'p. Undan ko'ra bolalar, mana bu yerda biz mana bu narsalarni olganimiz yaxshiroq menimcha deb o'ylayman. Yana bilmadim. Men mana shu narsani olgan bo'lardim, maslahat berardim sizlarga. Chunki mana bolalar qarang. Mana bundan hozir yana 1200 ta oldik. Endi qaranglar bolalar. Xo'p, mana Championsga kirganinglarda bolalar. Bizda 3000 ta jeton bor.
Bitta Freddan ochamiz. Zidan tushdi bolalar. Zidanni olamiz. Bu $85. Xo'p bolalar, bundan ochsanglar sizlarga yokida 110 dan 117 gacha o legendarniy kartalarni beradi, yokida 118 dan 119 gacha hozirgi mavsum o'yinchilarini beradi. Mashinani ochganinglar ma'qul bolalar. Yana bilmadim. Bu yerda hozir bizga taqdim etilganlar Gravenberch, De Jong, Salah, Diaz. Biz mana bu o'yinchini olamiz. Bu yaxshi degani bolalar, chunki buni ba'zilar ola olmaydi ham. Endi bolalar nariyada hozir bitta video ko'rib, biz hozir 450 ta bo'lsa, biz hozir yana olishimiz mumkin. Yana bitta video ko'ramiz bolalar. Puzzle ekan bolalar, puzzle teramiz. Xo'p, buni bu yerga qo'yamiz va buni bu yerga va buni bu yerga. Xo'p bolalar, men buni videoni nimaga ko'ryapman? Mana bu yerda 60 ta ham beradi, 50 ta ham beradi. Xo'p, endi bolalar 800 ta bo'ldi. Mana Starbasdan ham ko'tarildi. O full bo'lgan Starbas. Prosta endi kerakli narsalar uchun olib qo'yapmiz. Yana extra time yo'nalishga kiramiz. Keyin yana bitta ochamiz. Mana bu yerdan bolalar hozir biz 813 ta bo'lsa, bu yerdan bitta olamiz. Va bizda 333 ta tokenimiz qoladi. Biz mana bu o'yinchi omodiy niderlandiyalik SDM Liverpoolning yaxshi o'yinchisi Gravenberch. Yana bitta o'yinchimi? Yo'q, endirodagi. Uzr bolalar. Men boshqa narsani ezoribman. Eventga kiramiz. Champions yo'nalishiga kiramiz. Va biz yana bitta ocha olamiz. Ketdi bolalar. Bir kunda ikkita shunaqa qilib ochsanglar bo'laveradi bolalar. O'zinglarga yaxshi. Xo'p, bu yerda Barkala, Rashford, Sorlot, Chelsea tushdi. Biz bu yerdan bolalar katta ehtimol bilan biz Rashfordni olamiz. Chunki uni biz menga tiqib yaxshiroqni qilsak bo'ladi. Xo'p, bu ham yurakan. Angliya, Elmi, Barselona, Rashford. Bolalar, Rashfordni oldik. Sizlarga Kaka yo'nalishidan kim tushdi yozib ketinglar. Menga 150 ta rankap bilan 300 ta jeton tushdi. Xo'p, bolalar, sostavga yangi odam qo'shildi deyapti. Xo'p, bolalar, kimni alishtiray? Men alishtiradigan o'yinchilarim hozir bolalar qaranglar. Husanovni alishtiraman, Mbembe va Pickfordni quritib olaman. Nima deysizlar bolalar? Yaxshimi? Keyin 126 bo'ladimi? Katta ehtimol bilan bolalar over. Shuni yozib ketinglar bolalar. Xo'p, bu bolani qudurziga qo'shamiz. Xo'p, endi mana menga ular nechta ketarkan hozir bu yerdan ko'ramiz. 75 ta va 75 ta ketarkan, no'dan ham kam ketarkan. Xo'p, hozir agar manaqa qilsa nima bo'ladi? Ketganmi adashmasam? Ketgan ekan bolalar. Rashford 2000 ta. Shunaqa qilib bolalar 1800 ta har kuni ikkita qilib ochsanglar bo'ladi. Va sizlarga bitta yana narsa. Mana oxiriga kirganinglarda mana. Xo'p, mana. Xo'p, hozir bolalar. Futbol sentriga kirganinglarda mana futbol sentr. Sizlarga buni ham tushuntirib ketaman. Mana bu o'ynaysizlar, mana bular narsalarni. Bu masalan 80 ta ketadi, bu 80 ta ketadi. O'shislarda 400 ta bo'ladi. Va sizlar bolalar katta yangilanish kelgan. Mana bu 120 dan 122 gacha o'yinchilar olsanglar bo'ladi.
Buni qanday admin qilamiz desanglar, shu o'yinchilarni olganinglardan keyin mana bu yerga 80 ta admin qilsanglar bo'ladi. Mana bu ikkita matchni o'ynab, bittasidan ikkalasidan bittasini olasizlar, bu yerdan ham ikkalasidan bittasini olasizlar. Har 4 kunda bir yangilanadi bolalar. Xo'p, endi bolalar videoni yakunlaymiz. Sizlardan so'rab qoladigan narsam like bilan obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Xudo xolisa kontentlar bu yog'iga bosiladi. Tezroq 500 ta bo'laylik bolalar, biz ham yaqin qoldi 500 taga. 500 ta bo'lsak bolalar katta konkurs qilamiz yoki sizlar nima desanglar shuni qilamiz. Undan o'rniga bolalar sizlar obuna, like, komment bang'illab tashinglar bolalar. Sizlarga kim tushdi, nima tushdi yozib ketinglar bolalar.